Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, bizani kuzatib borayotgan bizning eng yaqin obunachilarimiz. Bugungi ko'rsatib o'tadigan xonadonimiz menimcha hamma bilsa kerak, Toshkent shahar Sergeli tumani Stretilniyda bo'lyapti. Stretilniydan lekin uy qo'ysa tez sotilib ketadi. Xudo xolisa inshaalloh bu ikkita uchastkamiz ham sotilib ketadi degan umiddaman. Sizga yoqadi degan umiddaman. Podpiska tashlab bizani kuzatsanglar, mana shunaqa arzon qo'yishda davom etaveramiz. Ko'rib turibsizlar, ikkita yonma-yon xonadonimiz. Chap tarafdagi xonadonimizni narxini oldindan aytib o'tib ketaman sizlar uchun. 88 ming deyaptilar, ozgina kelishadigan joyi bor. Yonidagisi esa 93 ming dollar deyaptilar, uni ham kelishadigan joyi bor. Zo'r qulay tarafi, bu yerda kanalizatsiya, gaz, suv, svet hamma narsa bor. Bog'cha, maktabdan umuman muammo yo'q. Metrogacha где-то bir 400-500 metr tashkil qilyapti. Endi sizlarga qulay tarafini aytib o'tib ketaman. Qulay tarafi bu xonadonlarimizni bemalol uy egasi bilan rassrochkaga orqali ham xarid qilsanglar bo'ladi yoki ipoteka orqali ham xarid qilsanglar bo'ladi. Ikkita yonma-yon uchastkamiz 2 sotikdan bo'lyapti. O'ng tarafdagi xonadonimiz bilan tanishtirib o'taman. Umumiy o'zini 4 ta xonasi bor. Ichga kiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xonadonimiz xuddi shunaqa mashina qo'yishga, bemalol ikkita mashina qo'yib qo'yishga alohida o'zini joylariga ega. Ko'rib turibsizlar. Xonadonimizni o'zini alohida yerto'lasiga ega. Yerto'lasini ozgina ishlari bor ekan. Endi o'zingizlar uchun remont qilib olasizlar. Bu joyimiz ayvon hisobida ketyapti. Agar buni old tarafini oyna bilan yopsanglar, bu joyimizni oshxona qilib o'tirib ovqatlanib o'tiradigan alohida joy qilib olsanglar ham bo'ladi. Chap qo'lda mehmonlar kutadigan zalimiz bo'lyapti. Qaranglar, zalimiz yorqin bo'ylardan foydalanishgan. Har bitta xonamizda o'zini alohida tashqari qaragan katta oynalarga ega. Xonadonimiz umumiy to'plipor orqali isiydi. Eslatib o'taman. Yo'lay bo'ylab yuramiz. Bu joyimizni qaranglar, oshxonamizni masjidga joylashtirib olgan ekanlar. Endi men bitta eshik qo'yib ketaman degan ekanlar. Okaxon bilan agar uy egalari nomerini pastga yozib qo'yamiz, aloqaga chiqsanglar, o'zlari bilan u chiroyli baraka qilib o'rasizlar. Studiyniy oshxona qilib olgan ekanlar. Qaranglar, o'ng tarafda o'zini alohida havolanib turish uchun oynalar ham qo'yib ketishgan. Ota-onamiz uchun mo'ljallangan spalniyamiz bor-da, kichkina bo'lsa ham tashqari qaragan oynasi bor, o'zini alohida sanuzeliga ega. Keyingi xonamiz yo'lay bo'ylab yuramiz. Chap qo'limizda yana ikkinchi spalniyamiz bor. Neoklassik usuldagi aboylardan foydalanishgan ekan. O'zini alohida sanuzeliga ham ega. Xonadonimizni orqa tarafida bemalol tapchan qo'yib o'tirib dam olishga ancha katta joy qoldirib ketishgan ekan. Qaranglar, havo bemalol aylanib turadi bu joyimizda. Va oxirgi xonamiz bo'lyapti. Oxirgi bolajonlarimiz uchun mo'ljallangan alohida yana bitta xonamiz bo'lyapti. Qaranglar, qanaqa chiqqan? Kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldirib ketinglar. Oxirgi xonadonimizning umumiy sanuzeli ko'rsanglar bo'ladi. Chiroyli qilib kafillardan chiqarib qo'ygan ekanlar. Bu xonadonimizni o'zini alohida yerto'lasi bor. Keyingi narigi xonadonimiz esa uni yerto'lasi yo'q. Xonadonimizning narxini aytib o'tdim sizlarga. Bu ko'rsatib o'tgan xonadonimiz narxini 93 ming dollar deyaptilar. Ozgina kelishadigan joyi bor. Narigi xonadonimizda faqat xuddi shunaqa stilda qurilgan, yerto'lasi yo'q, uni 88 ming dollar deyaptilar. Pastda egalar nomerini yozib qo'yamiz. Aloqaga chiqib o'zingizlar chiroyli baraka qilsanglar bo'ladi. Lokatsiya Telegram kanalimizda bo'lyapti. Bizga obuna bo'lib qo'yib kuzatinglar, o'zingizlar ehtiyot qiling.